Suvchilar maktabi bilan hamkorlikda biz bu yil boshlab, bu yilning o'zidayoq mana suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilganmiz. 11 gektar 10 gektarga 10 gektar paxta maydoniga o'rnatilgan tomchilatib sug'orish, 11 gektar g'alla maydoniga yomg'irlatish o'rnatilgan edi. O'tgan yil 48-50 sentnerdan g'alla bergan bo'lsak, bu yil 68-70 sentner atrofida g'alla berdik. G'alladan juda yaxshi natijalar oldik. Endi paxtaga keladigan bo'lsak, paxtalarimiz o'tgan yil ham 41-42 sentner atrofida edi. 58-57 sentner hozir o'zimizcha nima qilib turibmiz. Mana hosil birinchi yarisidan olgan. Birinchi yarisidan. Mana ko'saklar yaxshi. Mutaxassislar ham kelib maslahatlar berishyapti. Bu tomchilatib sug'orishning afzalliklari texnika, yoqilg'i, mineral o'g'itlarning hammasidan fermer xo'jaligi juda katta iqtisod qiladi. Bu yerda hech qanday shona to'kilishi, boshqa nimalar bo'lmaydi. Chanqagan maydonlar ham bo'lmaydi. Qayer chanqagan bo'lsa, shu yerga suvni yo'naltirish oson. Avtomatik usulda mana shu yoqqa burasiz, shu yer suv ichadi. Chanqatib qo'yish, gulni to'kish degan gap bo'lmaydi. Biz endi rayonimizdagi barcha fermerlarga, boshqa mana shu fermer xo'jaligi rahbarlari bilan kelishib, ko'rib, ular ham kelib shu yerlarda tuman hokimligimiz, qishloq xo'jaligi bo'limlari kelib ko'ryapti. Hammaga shu biz ham tavsiya qilamiz, chunki biz shuni ishlatyapmiz. Shuning guvohi bo'lyapmiz. Mana shu suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishimiz kerak. Bu degani 30-yildan o'tib o'tmay shu atroflarda suvning birdan kamayib qolish xavfi olimlarimiz tomonidan aniqlanib, shunday nimalar ketyapti. Shuning hisobiga muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan suv tejovchi texnologiyalar joriy qilish taklif qilinyapti. Shu kuchaytirilgan holda nazorat qilinyapti. Ko'plar qo'rqqanday bo'lyapti, lekin aslida buni o'rnatish kerak. Davlatimiz tomonidan subsidiyalar berilyapti. Suv soliqlaridan deyarli ozod bo'lyapti, deyarli. Juda kam soliqlar nimaga olinyapti. Elektr energiyasidan subsidiyalar berilyapti. Shunday ekan, shuni har bir kishi dalada joriy qilish kerak. Hech kim buni ermak uchun yo boshqa uchun fermer ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Shuni kosam oqarsin, bola chaqamni boqay, to'ylar qilay, boyin degan maqsadda mana shu fermer xo'jaligi bo'lgan. Tunu kun yotmasdan oyog'idan tikka turgan odam dalada shu paxtasi ham bo'ladi, g'allasi ham bo'ladi. Suvchilar maktabining servis xizmatlari ham kelib, vaqtida ko'rib, amaliy yordam berib, servis xizmatlarini ko'rsatib, to'g'ri nima qilib beryapti, katta yordam qilyapti. Ularga katta rahmat aytishimiz kerak.